Endi obzor ko'rmasanglar bo'lmaydi lekin. Shahardan uzoq bo'lmagan Bardanko'lda joylashgan Dodda basseyn ochilganidan xabaringlar bormi? Ichkariga kirishinglar bilan bahavo, chiroyli atmosfera kutib oladi. Joyimizni eng qiziq fishkalarini sizlarga ko'rsataman. Bu joyda 4 kishi, 8 kishi, 12 kishi, hattoki 60 kishi bilan korporativ qilib mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Endi sizlarga yopiq oilaviy zonamizni ko'rsatamiz. Ichkariga kirganingizda sizlarni shunaqa katta oilaviy basseyn kutib oladi. Shunda basseynimizning oldida mana shunaqa katta yeb-ichar zonamiz. Oilaviy, do'stlar bilan, ulfatlar bilan kelib mazza qilib dam olishga dodda joy. Romantikani yaxshi ko'radiganlarga shunaqa kaminlarda ummonni ashulasini aytib o'tirsa ham bo'ladi. Joyimizning yuragi haqiqiy kedirdan, Ruskiy banya.